poliplodiya. Demak, o'zi poliplodiya degan nima edi? O'simliklarda asosan o'tkaziladigan mutatsiyalar bilan biri hisoblanadi. Nima edi o'zi aslida? Kanali ortish, ya'ni xromosomalarning kanali ortishi. Aynan bu qanday mutatsiya? Genom mutatsiyasi hisoblanadi, to'g'ri. Xo'p, demak, asosan poliplodiya ikki xil bo'lishi mumkin, ya'ni muvozanatli va shuningdek muvozanatsiz. Ya'ni asosan muvozanatli, muvozanatsiz qanday tushunchalarda keladi? Ya'ni xromosomalar shu asosan toq yoki juft tarzda kanali ortib boradi. Xo'p, misol uchun birinchi bo'lib biz muvozanatli poliplodiya haqida gaplashadigan bo'lsak. Xo'p, muvozanatli poliplodiyada asosan xromosomalar juft tarzda ortib boradi. Ya'ni 2n, 4n, 6n va 8n ko'rinishda ortib boradi. O'zi normal holatda, demak, poliplodiyada xromosomalar 2n yoki n holatda keladi, to'g'rimi? Endi unga qandaydir mutatsiya natijasida o'simliklarda asosan 4n, 6n, 8n bo'lib ortib ketadi. Muvozanatsizlarda esa toq bo'lib ortadi. Ya'ni n, 3n, 5n va 7n, 9n, 11n kabi ko'rinishlarda ortib boradi. Xo'p, demak, siz bilan birinchi muvozanatli poliplodiya haqida gaplashadigan bo'lsak, muvozanatli poliplodiyada demak normal holatda asosan xromosomalar 2n holatda keladi. Va 2n holatda keladi, asosan heterozigota holatda bo'ladi. Va buning natijasida unda mutatsiya sodir bo'lishi natijasida asosan 4n holatga o'tib qoldi deylik. 4n holatga o'tgan taqdirda demak bu yerda genlar aynan mana shu holatga kelib qoladi, ya'ni 2 karra ortadi bu yerda. Xo'p, endi bu yerda ortishini hisobiga endi bunday organizmlar chatishtirilishini hisobiga gametalar olinadi. Birinchi bo'lib biz shu gametalar olish yo'lini o'rganishimiz kerak. Xo'p, demak, asosan biz ko'rishingiz mumkin mana bu organizm. Demak, shu organizmni biz 1, 2, 3, 4 raqamlar bilan belgilaymiz va kombinatsiyalar chiqaramiz. Ya'ni kombinatsiya qo'yib. Bilasiz, asosan 4n holatda, demak, gamet olganda 4n holatdan 2n holatga o'tadi. To'g'rimi? Gametalar olinayotganda, ya'ni bundan bitta tushish kerak bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, endi biz asosan demak gamet olish yo'llarini ko'radigan bo'lsak, ya'ni kombinatsiyalar degan bo'lsak, demak, bu yerda katta alar demak 1, 2 holatda keladi, o'rnalmasa ham bir xil kelaveradi. Endi bu yerda heterozigotali organizmlar keladi va shunday kombinatsiyasi asosan 1 va 3 kelishi mumkin, 1 va 4 kelishi mumkin. Bunda shart 2, 3, 2, 4 holatda kelishi mumkin. Shu holatda jami heterozigotali organizmlar esa chiqadi, 4 ta chiqadi. Endi gamozigota resessiv holatda esa demak 4 bo'lib faqat boshqa kombinatsiya bo'lmaydi. Bo'lmasligini hisobiga 4 deyapman ekan, 3-4 kombinatsiya holatda bo'ladi. Undan emas, doimiydek kelaveradi bir xilda, to'g'rimi? Xo'p, endi asosan bu holatda keladi va bitta organizm chiqadi xolos. Ikkinchi holatga nisbatan, to'g'rimi? Va asosan bu yerda endi demak gamozigota dominant bitta, heterozigota gameta 4 ta va shuningdek gamozigota resessiv bitta chiqadi. Bu kombinatsiya yaxshi albatta, asosan 4n ga nisbatan ishlasangiz bo'ladi. Lekin 6n, undan tashqari 8n holatda kelsa, endi nima qilasiz? Unda siz kombinatsiyani yozib chiqsiz, ba'zi bir gametalar 36 ta, ba'zi birlardan esa 70 ta gametadan chiqib ketishi mumkin. Bu tabiiy holat. Shuning uchun olimlar asosan bunday gametalarni olish yo'lini ajoyib yo'lda topishgan, ya'ni asosan Pascal uchburchagi degan formuladan foydalaniladi. Pascal uchburchagi. Xo'p, Pascal uchburchagida asosan bular gametalar. Gametalarning soni bu hech qanday 1 va 4n yoki 6n emas, aynan shularda hosil bo'ladigan gametalarning sonining ko'rinishi hisoblanadi. Tushunarlimi? Xo'p, endi demak bu yerda biz aynan mana shu formula bo'yicha ketdik. Endi keling mana shuni biz kombinatsiya bo'yicha ko'radigan bo'lsak. Demak, asosan 4n holatdan 2n holatga o'tgan, to'g'rimi gametalar? Demak, bu yerda asosan 0, 1, 2, 3n, 4, 5 va 6n ko'rinishi ifodalanadi va endi kombinatsiyalar tushishini qarang. 1 bo'ladi, 1dan asosan 2 ta 1 hosil bo'ladi. Keyin birlar qo'shilish natijasida 2 ni hosil qiladi. Keyin birlar yana 2 chekkaga tushadi. Undan keyin 1 va 2 qo'shilib 3 ni hosil qiladi. 2 va 1 qo'shilib ham 3 ni hosil qiladi. Birlar esa chekkaga chiqib qoladi va shu tarzda demak Pascal uchburchagini hosil qiladi. Tushunarlimi? Endi bizga kerak bo'lgani demak mana shu formula bo'yicha topdik. Endi bu formula bo'yicha biz ko'radigan bo'lsak, demak asosan bu yerda 2n holatga nisbatan oladigan bo'lsak, demak 2n holat mana. Mana shunga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yerda asosan 1, 2, 1 holat. Ya'ni asosan 1 doimiydek bitta chiqadi. Bu albatta gamozigota dominant holat. Xo'p, endi 2 bo'lyapti, 2 ga ko'paytirasiz. Tushunarlimi? Ko'paytirish natijasi necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Xo'p, albatta bu gamozigota resessiv bo'ladi, chekkasiga 1 yozib qo'yasiz. Mana formulaga tushdi.
mana yerda 2 bo'ladigan bo'lsa, agar 3 bo'ladigan bo'lsa, 3 ni ustiga ko'paytirasiz. Tushunarlimi? Ular kvadrati bo'ladi, qisqa qilib aytganda. Xo'p, bu asosan 4 n'ga nisbatan ko'rildi. Xo'p, endi 6 n'ga nisbatan ko'rilgan bo'lsa, endi 6 endi o'rtoqlar o'ta katta kombinatsiya chiqadi. Endi siz uni agar kombinatsiyalar yozib chiqadigan bo'lsangiz, o'ta katta vaqt keladi, keladigan chalkashishingiz mumkin. Endi siz mana shu formulaga asoslanib qo'yadigan bo'lsangiz, masala juda oddiy tarzda chiqadi. Demak, biz asosan 6 n'ga ko'rayotgan bo'lsak, 6 n'li organizmdan asosan 3 n gameta hosil bo'ladi, to'g'rimi? Va ularning kombinatsiyasini qarang. Albatta, bitta dominant beli kamay bor, oxir resessiv bilan tugaydi. Tushunarlimi? Ayni mana shunday gametalar hosil bo'ladi, lekin bularning sonini biz bilmaymizmi? Endi siz mana formuladan foydalansangiz bo'ladi. Demak, 3 n'ga nisbatan olasiz bu yerda. Bizda 3 n demak qani? Mana 3 n organizm. Demak, asosan bu yerda 1 3 va 1 holatda keladi. Doimgidek 1 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz necha bo'ladi? 1 bo'ladi. Endi 3 ning kvadrati 9. Demak 9 ta gameta hosil bo'ladi. 3 ning gameta kvadrati 9. Demak bu yerda ham 9 ta organizm hosil bo'ladi. Endi 1 ning kvadrati esa 1 ga teng. Demak bizda 1 9 9 1 nisbati, ya'ni nisbat emas, balki shuncha organizm, shuncha gameta hosil bo'ladi. Asosan nechta gameta hosil bo'ladi bu yerda jam bo'lib? 20 ta gameta hosil bo'ladi degan ma'noni beradi. Tushunarlimi? Siz agar hozir buni kombinatsiyalar 1 2 3 4 5 6 raqam qo'yib chiqsangiz, o'ta katta son kelib chiqadi. Shuning uchun aynan mana shu usul bizga ancha qulayroq hisoblanadi. Tushunarlimi? Bu gameta olish usuli. Xo'p, ikkinchisi muvozanatsiz poliplodiya. Muvozanatsiz poliplodiya men sizga aytdim, asosan demak nima dedim? Tog' son holatlarda keladi, ya'ni tog' gametalar. Shosanamon. Demak, asosan n 3n 5n 7n va hokazo bo'lib ketishi mumkin hisoblanadi. Tushunarlimi? Xo'p, endi asosan biz bu yerda muvozanatsiz poliplodiyada endi demak xromosomalarda asosan biz ikki tarmoqqa bo'lib olamiz, ya'ni juft va shuningdek tog' holatga kirgizib olamiz. Misol uchun bo'lishi mumkin 3n holati demak asosan biz n va 2n holatga o'tkazib olamiz. Bundan boshqa kombinatsiya bo'lishi mumkin emas. Lekin 5n da asosan 2n va shuningdek 3n holatga o'tkazamiz. Lekin ba'zi bir holatlarda 4n yoki n holatlarda ham kelishi mumkin. Lekin ko'p hollarda asosan juda ko'p, ya'ni 99.9% holatlarda aynan 2n va 3n holati olinadi. Keyin esa 7n ga nisbatan oladigan bo'lsak, biz buni ikki tarmoqqa ajratsak, asosan 3n va 4n tarmog'iga. Xo'p, keyinchalik 5n ga 2n yoki 6n ga n ko'rinishida ham ifodalanishi mumkin. Lekin yana qaytaraman, 99.9% holatda bu holatda va bu holatda keladi. Tushunarlimi? Endi bunga sabab nima? O'zi aslida ajralish mana bunda ro'y beradi. Ya'ni 7n bo'lsa, biz buni ikki tarmoqqa, ya'ni teng miqdorda ajratishimiz kerak bo'ladimi? 3,5 ga 3,5 to'g'ri keladi. Lekin bu yerda endi muvozanatsiz bo'lganligi uchun endi biz albatta buni bitta 0 ni bunga berib yuboramiz. Tushundingizmi? Shuni hisobga 3n ga 4n kombinatsiya bo'ladi. Yoki 5n ga nisbatan oladigan bo'lsak, 2,5 dan ajraydimi? 2,5 dan ajrasa albatta bittasiga 0,5 berishimizga to'g'ri keladi. Xolos bunisiga bering, xolos bunisiga. Shunda 2n ga 3n kombinatsiya to'g'ri keladi. Shuni hisobga 99.9% holatlarda shunday keladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi bulardan biz gametalar olish yo'lini ko'rib chiqishimiz kerak. Endi bu yerda asosan gametalar olishda mana bu, ya'ni Pascal uchuvchilarga hech qanday ish bermaydi. Shuning uchun biz asosan modul tizimidan foydalanamiz. Xo'p, demak, modul tizimida qanday ishlaydi? Demak, modul tizimi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, asosan 0 ning moduli albatta modulning bir modulga teng bo'ladi, to'g'rimi? Endi 1 ning moduli esa albatta 1 ga teng bo'ladi, chunki 1 ni 1 ga ko'paytirib olasiz. Endi 2 ning moduli hosil bo'lishi uchun 1 ni 2 ga ko'paytiramiz, 2 ga teng bo'ladi. 3 ning moduli esa 1 2 3 ni ko'paytiramiz va 6 ga teng bo'ladi. 4 ning moduli esa 1 2 3 4 ni 1 ga ko'paytirib olamiz va buning natijasida jam bo'lib 24 ga teng bo'ladi. Endi 5 6 modullari aynan shu ko'rinishda, misol uchun 5 modulni oladigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 ni moduli esa 1 2 3 4 5 6 kabi ko'rinishlarda ifodalanadi. Tushunarlimi? Xo'p, endi biz bu yerda
5 n'ga nisbatan ko'radigan bo'lsak. Demak, 5 n'ni biz asosan 2 n va shuningdek 3 n'ga ajratib olamiz. Va biz asosan misol uchun olamiz aynan mana shunday organizmni asosan 4 ta dominant va bitta resessiv belgi organizm bo'lishi mumkin. Xo'p, endi biz asosan bundan gameta oladigan bo'lsak, demak asosan birinchi bo'lib 3 n'ga nisbatan oladigan bo'lsak, 3 n'ga nisbatan asosan gamma demak 3 ta dominant gen kelishi mumkin yoki 2 ta dominant gen kelishi mumkin. 2 ta resessiv kelmaydi, chunki bitta katta avval, kichkina avval xolos. Tushunarlimi? Va aynan mana shunday gametalar hosil bo'ladi. Endi 2 n'ga nisbatan oladigan bo'lsa, 2 n'da demak ikkita katta A kelishi mumkin yoki heterozigotali organizmlar kelishi mumkin hisoblanadi. Xo'p, endi asosan biz buni moduldan foydalanadigan bo'lsak, modulda asosan mana bunday formula bor. Ya'ni 4 modul bu nima degani degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu asosan mana shu organizmdagi dominant belgilar, ya'ni dominant genlarning soni, tushundingizmi? Shuni hisobga demak 4 ning moduli qilasiz. Undan keyin bo'lsa, demak bizga 3 ta dominant gen necha marta takrorlanishi mumkin, shuni ko'rishimiz kerak. Asosan bu yerda demak 3 ta dominant gen bo'lganligi uchun 3 ning moduli qilasiz. Undan keyin esa 4 dan 3 ni ayirgan holatda modulga qo'yasiz. Tushundingizmi? Qo'yganingizda demak 4 ning moduli necha teng bo'ladi? 24 ga demak 24. 4 dan 3 ni ayirsak 1 ning moduli 1 ga teng. 3 ning moduli esa 6 ga teng. Demak 6 kara 1 6 bo'ladi. Shunda 24 6 ga bo'lsak 4 chiqadi. Demak bu asosan 4 ta 3 ta dominant genimiz demak nima bo'lar ekan? 4 ta chiqadi. Keyingisi esa mana bunday organizm, ya'ni 2 ta dominant, bitta resessiv. Endi bu yerda asosan demak yana doimiydek 4 ning moduli bo'ladi, chunki 4 ta dominant gen kelyapti. Undan keyin bo'lsa, bu yerda 2 ta dominant gen kelyaptimi? 2 ning moduli pastga yoziladi gametada. Undan keyin esa 4 minus 2 qilasiz. Va modul qo'yiladi. 4 dan 2 ni ayirsa necha bo'ladi? 2. 2 ning moduli 2 ga teng, demak mana shu 2. Ya'ni 2 ning moduli ham 2 ga teng bo'ladi. Ko'paytirsak 4 bo'ladi. 24 ga bo'lsak 6 bo'ladi. Demak, bunday gametalar jam bo'lib 6 ta chiqadi. Keyingisi endi 2 n'ga nisbatan olamiz. Demak, 2 n'ga nisbatan demak doimiydek 4 ta dominant gen kelyapti, 4 ning moduli. Demak, 2 ta dominant gen kelyapti, 2 ning moduli, 4 minus 2 ning moduli hisoblanadi. Endi biz 4 dan 2 ni ayirsak 2 ning moduli bo'ladi. Yana doimiydek moduli 2 ga teng bo'ladi. 2 ning moduli ham 2 ga teng bo'ladi, 4 ning moduli esa 24 ga teng bo'ladi. Agar biz 2 ni 2 ga ko'paytirib 24 ga bo'ladigan bo'lsak 6 ta chiqadi. Demak, gamma-zigotda dominantlar jami bo'lib 6 ta hosil bo'ladi. Undan keyingisi esa demak heterozigotalar. Demak, doimiydek 4 ning moduli. Undan keyin bo'lsa demak bitta kelyapti, shuning uchun 1 ning moduli. 4 minus 1. Tushunarlimi? Va uning moduli. Endi 4 dan 1 ni ayirsak 3 ning moduli bo'ladi. 3 ning moduli esa 6 ga teng bo'ladi. Demak 6. 1 ning moduli esa 1 ga teng bo'ladi. Ko'paytirsak 6. 24 6 ga bo'lsak albatta 4 hosil bo'ladi va shuningdek heterozigotal organizmda necha chiqadi? 4 ta. Organizm deb mana gameta chiqadi. Va shu yerda endi gametalar demak bundan 4 ta chiqdi, bundan 6 ta chiqdi, bundan ham 6 ta, bundan esa 4 ta gametalar hosil bo'ladi. Demak, bu asosan muvozanatsiz va muvozanatli poliploidlar genlarning olish uslubi. Demak, bizga asosiy formula demak modul kimga nisbatan? Asosan muvozanatsizga nisbatan. Endi muvozanatliga nisbatan esa demak Pascal uchburchagidan foydalanamiz.